Assalomu alaykum akalar. Mana Fozil Yo'ldosh mashina bozorida katta yangilik akalar. Fozil Yo'ldosh mashina bozorida avtokreditni yo'lga qo'ydik akalar. Mana avtokredit bo'yicha Sardor do'stimiz bilan bemalol. Assalomu alaykum hammaga. Endi bizda filialimiz Toshkent Sergeli mashina bozorida bor edi. Hozirgi kunda mana o'zimizda Samarqand viloyati Bulung'ur tumaniga olib keldik firmamizda. Agar kimga misol uchun $1000, $2000 puli bo'lsa, oilaviy sharoiti yetsa, shunday. Yetmasa biz bera olmaymiz. Haqiqatan to'layman. Oilaviy sharoitim yetadi, 4-5 million orttirib to'layman, lekin mashina zarur degan odamlarga mana Cobalt'imiz. Bunga $1500 berasizlar, oyma-oy 4.200.000 dan to'laysizlar. Yana sizlarga bonusi mana 8 oy to'langan. 8 oy to'langan, faqat davom ettirib ketish kerak bo'ldi. Agar biz sizlarga Captiva'mi yoki bo'lmasa Cobalt yo Gentra shu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan hamma GM mashinalarimiz bor. Kelasizlar, Xudo xohlasa bitta sizlardan pasport talab qilamiz. Pasport bo'lsa bo'ldi. Nomlaringizda kredit bo'lmasin, ishlaringizda uzog'i nomerigacha taqib, 12 ta viloyatga taqib. Faqat Samarqandga emas, 12 ta viloyatga taqib ishlaringizni bir kunda hal qilib beramiz. Murojaat qilingizlar, pastda telefon raqamlarimizni qoldiramiz va o'zimizda shaxsiy profilimiz bor va Obodjon bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Rahmat hammalaringizga. Mashinani obzorini videoni oxirida ko'ringizlar. Keyin qilamiz.